Avtozapis platani ularning sxemasi birinchi qatordagi qora massaga, ikkinchi qatordagi qizil postoyanniy plyusga, uchinchi qatordagi yashil sentr zamog'ni ismi bo'ladi. Mana bu. Uchtasi ham besendagi pushtiranch tekerda bitadi. Keyingi mana oq qismi tormozni ko'k qismiga ulanadi. Uchinchi qatordagi nochkasiga ko'k qismiga ulanadi. Xo'sh, sariq ulanmaydi. Oxirgi ko'k qismi start stopni ko'k qismiga ulanadi. Ikkinchida turgani. Birinchida hech qanaqa sim yo'q. Ikkinchida turganiga ulanadi. Plastmasani shuni tortsangiz, bu start stop ham shuni tortganingizda keladi. Shunda cho'zilish knopkasini 3 marta bosganingizda mashina zabat bo'ladi. 1, 2, 3. Bu platamiz asoschisi Nozim aka Akilov.